Assalomu alaykum do'stlar, hammangizga yaxshi kayfiyat. Biz sizlarga o'zimizning yangi loyihamizni taqdimotini qilamiz. Demak, boshladik. Bu loyihaning nomi qoidali. Har bir jamoaning qoidalarini bitta joyda saqlash uchun qoidali tashkilotlar uchun raqamli tartib va intizom markazi. Muammo deyapti. Qoidalar eski uslubda devorda yoki PDFda qolib ketgan. Odamlar uni o'qimaydi deyapti. Yangilanishlar, qoidalar o'zgarsa hamma xabardor bo'lmaydi, ma'lumot yetib bormaydi. Tizim yo'q. Har joyda tartib har xil, lekin markazlashgan tizim mavjud emas. Natija tartibsizlik, tushunmovchilik, vaqt va yo'qotish. Qoidali bu har bir tashkilot uchun raqamli qoidalar platformasidir. Ya'ni menimcha bitta ilovada har xil hamma tashkilotni qoidalari bo'lsa, bu yana ham qulay bo'ladi. Oson yaratish va ulashish, qidirish imkoniyati, doimiy nazorat va tartib. Masalan, qoidali.com maktab 21 deb havolasini oladigan bo'lsak, buni ichida kiyinish qoidalari, dars qoidalari, intizom va hokazo boshqa narsalar chiqishi mumkin. Qanday ishlaydi bizda dasturimiz? Ro'yxatdan o'tadi. Tashkilot nomi bilan sahifa yaratasiz, bo'limlarni qo'shasiz, kategoriya va qoidalar, matn, hatto rasm videolarigacha va ulashish deyapti. Linkini xodimlarga yoki o'quvchilarga berasiz deyapti. Core funksiyalar, updation, yangilanish, xabarnomalari, qoidalar o'zgarsa hamma xabardor bo'ladi. Ya'ni telefoningizga bildirishnoma keladi va uni ochsangiz yangi qoida yoki yangi qoida o'zgartirildi degan xabar keladi va o'qidim tugmasi. Kim qoidani o'qiganini ko'rish mumkin. Va analitika, qaysi qoida ko'p o'qilganini tahlil qilsangiz bo'ladi ekan. Va AI yordamchi qoidalarni avtomatik yozib beradi. Masalan, Notion degan ilova bor. Buni Notion deb qidirsangiz chiqadi. Bu dasturda siz o'zingiz kunlik tartib va boshqa rejalaringizni matnlar bilan professional tarzda ishlasangiz bo'ladi. Unda ham AI assistenti bor. U ishingizga yordam beradi. Bunda ham xuddi shunaqa misol qilib keltiryapti. Nega bu katta loyiha? Bu shunchaki qoidalar sayti emas. Bu tartib, nazorat va kommunikatsiya platformasi deyapti. Va boshlang'ich MVP strategiyasi bir haftada tayyor bo'ladigan web platforma bu. Birinchi bo'lib maktablar bilan test qilinadi yo boshqa jarayonlari ham bu prezentatsiyada bor. Demak, bu loyihamiz kimgadir qiziq bo'lsa, bu loyihani amalga oshirishimizga sarmoya kiritadiganlar bo'lsa, biz bilan bog'lanishlaringiz mumkin. Va boshqa takliflar bo'yicha ham biz kutamiz sizni. Xayr do'stlarim, salomat bo'lingizlar.